Bugungi manzilimiz Yashnobod tumani Yangiobod mahalla bo'ladi. Bu xonadonimizda 2,5 sotuv, 5 ta xona, 4 ta sanuzil 270 kvadrat bo'ladi. Narxini oldinga keta qolaman 290 ming so'ralyapti, yana ham kelishtirib beriladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Tashqariga ham bitta mashina qo'yishga joy bor. Bu yerda bizlar shunaqa yozgi oshxonaga tayyor joy qoldirilgan. Gazli, suvli hammasi chiqarilgan. Bu narsalarga ahamiyat bermaysizlar. Hali uyimiz oxirigacha ta'mirdan chiqmagan. Bu zona qilib tayyor joy qilib qo'yishgan. Chiroyli gullarchalik ekib qo'ysanglar bo'ladi. Bu bizada podval. Bu yoq bizada oshxona bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu zinalarni, eshiklarni, lyukslarni hammasini qilib beriladi. Shu ish qolgan. Bu yerda bizada sanuzil. Bu yerda bizada spalni. Mana shu eshiklar hammasi qo'yib beriladi. Bu yoq bizada zal. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu yoqda bizada sanuzil.